Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Hop, prorektor dasturida ishlashni qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Buning uchun prorektor dasturi kompyuteringizga o'rnatilgan bo'lishi kerak. Agar sizda yo'q bo'ladigan bo'lsa, Telegramda bizni guruhimizdan olishingiz mumkin. Telegramda mana kichikcha prorektor grow. Mana shu guruhdan ko'chirib olishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam saytimizdan olishingiz ham mumkin. Mana saytimiz. Demak, prorektor.uz. Bitta har bitta sahifasida dasturni yuklab olish tugmalari bor. Endi dastur o'rnatilgandan keyin dasturni ishga tushirish рабочий stolda shu odamchani rasm orqali bo'ladi. Agar sizni dastur ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lsa, shu joyda yashil yozuv chiqadi va litsenziya muddatini ko'rsatib turadi. Ro'yxatdan o'tayotgan vaqtda o'zbek tilini tanlagan bo'lishingiz kerak, bo'lmasam narxlar dollarda ko'rsatiladi. O'zbekchani tanlanadigan bo'lsa, o'zbek interfeysini. Unda narxlar so'mda ko'rsatiladi. Keyin o'zimizni plastik kartalar ham ko'rsatiladi, Humo UzCardlar. To'lov qilishingiz oson bo'ladi. Mana bizning dasturimiz ro'yxatdan o'tkazilgan hozir. Dastlab ishni boshlayotgan paytda yangi jadval yaratish degan tugma bilan boshlanadi. Keyingi safar kirayotganda bo'lsa, oxirgi saqlangan jadvalni ochish degan tugma bilan kiriladi. Demak, biz yangi jadval yaratishni bosamiz. Xo'p, bizda hozircha hech qanaqa ma'lumotlar yo'q bu joyda. Istasangiz bitta-bitta kiritib chiqishingiz mumkin. Mana yangi sinf yaratish, masalan 5A, 5B deb kiritib chiqishingiz mumkin. Lekin bunda ancha vaqt ketib qoladi. Shuning uchun biz tezkorroq usulini ko'ramiz. Taqsimot degan tugmani bosaman. Bu yerda so'rayapti sizda Excel'da tayyorlangan taqsimot bormi deyapti. Biz hozircha namuna fayl yordamida misol ko'rsatamiz. Mana shu Excel'da dars taqsimoti qaysi ko'rinishda bo'lishi kerak? Buning uchun namuna faylni yuklaymiz. Yuklaganimizda shu oynamizning past qismiga Excel ochilib qoladi. Demak, Excel'dagi faylning ko'rinishi shu shaklda bo'lishi kerak. Birinchi ustunda reshotka belgisi bilan boshlanadi, nomerlar, tartib raqami, ikkinchisida o'qituvchining ism familiyasi, keyin fanlar, undan keyin zarurat bo'lsa xonalar, lekin bu ustun albatta shu yerda turishi kerak. Undan keyin sinflarning nomi bo'ladi. Bu jadvalda agar bitta o'qituvchi ikkita fandan dars o'tadigan bo'lsa, o'sha o'qituvchi ketma-ket 2 marta, 3 marta yoziladi mana shu shaklda. Buni fanlari keyin yoziladi. Yana boshlang'ich sinflarda ko'proq shu qo'llaniladi. Mana misol uchun Hasanova Zuhra matematikadan 1-B sinfga dars o'tyapti 5 soat. Ona tilidan 4 soat dars o'tyapti. Shu shaklda taqsimot tayyorlanadi. Taqsimotda jami degan ustun va jami degan qator kerak bo'lmaydi. Bo'lmasam sizni ro'yxatingizda, dasturda ro'yxatingizda yana bitta oshiqcha sinf yoki o'qituvchi paydo bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun jami degan ustun ham, jami degan qator ham qo'shilmaydi. Taqsimot tayyorlab bo'lganingizdan keyin mana biz hozir bu taqsimotni saqlab qo'yamiz. Topish oson bo'lishi uchun рабочий stolga saqlayman. Рабочий stolga taqsimot qo'yaylik. Endi demak so'rayapti mana men hali hech narsa qilganim yo'q. Dasturga kirdimda birorta ma'lumotni kiritishdan oldin taqsimot degan tugmani bosyapman. Sizda Excel'da tayyorlangan taqsimot bormi deyapti. Ha degan tugmani bosaman. Mana рабочий stolimdan, ya'ni ishchi stolimdan taqsimotni tanlayman. Открыть tugmasini bosaman, ochish tugmasini. Bosganimda demak menda hamma ma'lumotlar birdaniga paydo bo'ladi. Sinflar ham, mana sinflar ro'yxati, fanlar ham, xonalar ham, o'qituvchilar ham barchasi paydo bo'ladi. Ularni qo'lda kiritish shart emas, bitta-bittalab. Endi bu joyda taqsimotni yuklagandan keyin demak bizda yuklama masalan 7-A sinfda 37 soat ekan, haftalik yuklamasi, lekin standart holatda dastur 36 soat joy ochib beryapti unga ishlash uchun. Ya'ni birinchi smenani o'zida. Demak, joy yetmaydi. Buni to'g'rilab qo'yamiz. Hozir men bir boshdan boshlab ko'rsataman. Boshlang'ich sinflar odatda
Demak, 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan sinflarimiz shanba kuni dars o'tmaydi bizda. Shuning uchun ixtiyoriy bittasini tanlaymanda ish vaqtini ochaman. Mana shu tugmani bossam ham bo'ladi yoki bu joydagi ish vaqti degan tugmani bossam ham bo'ladi. Bosib mana shu sinfni ish vaqtini shanba kunini yopaman. Keyin bizda dushanba kuni 1-soatda kelajak soati bo'ladi. Shuning uchun kelajak soati degan fanni kiritib o'tirmasdan, ishni ko'paytirmasdan mana bu joyga bitta galichka qo'yamiz, belgi qo'yamiz. Ya'ni bu joyda dars o'tilmaydi. Hamma sinfda kelajak soati bo'ladi degan ma'noda bo'ladi. Endi xuddi shu tayyorlangan ish vaqtimizni sinflarga ko'chiramiz. Yani birinchi A'da ham, B'da ham hamma boshlang'ich sinflarimiz shu ish vaqtida ular uchun shu ish vaqti amal qilsin. O'qitib bosamiz. So'rayapti mana joriy ish vaqti barcha sinflarga qo'llanilsinmi deyapti. Ha'ni bosamiz. Va natijada hamma sinflarimizni mana 2-B sinfda ham ish vaqti shunaqa bo'lib qoldi, 3-A sinfda ham ish vaqti shunaqa bo'lib qoldi. Demak, barchasini moslab oldik. Qayta-qayta kirib chiqish shart emas har bittasiga. Endi aytaylik 5-A sinfdan boshlab 6-sinfgacha haftasiga 6 soatdan kuniga 6 soatdan dars o'tishi mumkin bo'lsin. Buning uchun ish vaqtini ochamiz. Mana 6 soat ochiq turibdi. Shanba kuni ham bular dars o'tadi. Biz faqatgina dushanba kunini yopamiz xolos. 1-soatini kelajak soati uchun. Sinflarga qo'llash tugmasini bosamiz. 5-A sinfdan demak 6-D sinfgacha 6 ta sinf o'sha ish vaqtida ishlasin. 1-smenada. Mana ularning ish vaqti 35 soatdan bo'lib qoldi. Endi yuqori sinflarimiz, ya'ni 7-sinfdan boshlab ularning darsi ozgina ko'proq ekan, mana 37 soat ekan. Shuning uchun ularga yana 1 soat qo'shib berishimiz kerak. Xohlasangiz oxirigacha, xohlasangiz masalan juma kungacha qo'shib beramiz. Dushanba kuni 1-soatda olib tashlaymiz. Kelajak soati uchun sinflarga qo'llashni bosamiz. 7-A sinfdan demak aytaylik 9-sinfgacha. Bo'ldi. Haligi qizillar ham yo'qoldi mana. Endi oxirida 10-sinfdan 11-sinfgacha bo'lganlarda hammasida 33 soatdan ekan. Shuning uchun bular 6 soatlik turaveradi. Faqat dushanba kuni 1-soatni yopib sinflarga qo'llab qo'yamiz. Mana shu bilan sinflarni oynasida qilinadigan ish tugadi. Agar maktabingiz 2 smenali bo'ladigan bo'lsa, sinflarni 2-chi smenaga o'tkazib qo'yish kerak. Masalan, 5-A sinf 2-chi smena bo'ladigan bo'lsa, 2 marta buni ish vaqtini ochamizda mana bu joydan 2-chi navbatni tanlab qo'yamiz. Xo'p. Endi o'qituvchilarning ro'yxati. Mana o'qituvchilarni ism, familiyasi, qisqachasi va yuklamalari hammasi chiqdi. Biz ularni masalan ishga kelmaydigan vaqtlarni bilamiz. Ishga kelmaydigan kunlarni belgilab qo'yamiz. Masalan, Mirzayeva Dilnoza 6 soat darsi bor ekan. 6 soat darsiga 6 kun kelmaydi. U aytaylik 2 kun kelishi mumkin xolos. Mana dushanba, shanba. Keyingisi Karimov Alisher. Buni 15 soat darsi bor ekan, bu 3 kun kelishi mumkin. Keyingisi Yusupova Gulnora 19 soat ekan, 1 kun metod kunni qo'yib qo'yishimiz mumkin. Men taxminan qo'yyapman, shunaqa bo'ladi. Saidova Shahnoza 4,5 soat darsi bor ekan. Aytaylik u men faqatgina 1-soatga kelaman deyishi mumkin. Mana shunday qilib 1-soatda o'zini ochib beramiz. Normatov Botir 16 soat. Men 1-soatga kelolmayman desa, 1-soatni nima qizilga bo'yab qo'yamiz. Agar payshanba kuni ham kelmayman desa, payshanba kuni ham qizilga bo'yaymiz. Mana shu tartibda barcha o'qituvchining ish vaqti ko'rib chiqiladi. Undan keyin qiladigan ishimiz, agar barcha ma'lumotlar tayyorlab olingan bo'lsa, tuzish tugmasini bosamiz va dars jadvalini tuzishni boshlashni bosamiz. Mana dars jadvali tuzilib bo'ldi. Endi kamchiligi bo'lishi mumkin. Mana hozir bizda ikkita sinfda 6 va 6B sinflarda yarim soatdan dars joylashmay qolib ketgan. Shuni sichqoncha bilan ushlab turib o'zimiz joylab qo'yishimiz mumkin agar imkoni bo'lsa. Joylab qo'yishimiz mumkin. Keyin tekshirib ko'ramiz, dars jadvali to'liq tuzildimi yo'qmi. Yaxshilash tugmasini bosganimizda dars jadvalga darslar to'liq joylandi desa, demak, sizda hamma darslari joylangan va hech qanaqa aknovlar yo'q bo'ladi. Yana bir marta qaytadan tuzib ko'ramiz.
Mana bu safar bu safar bitta sinfda yarim soat dars qolib ketyapti. Buni sichqoncha bilan o'zimiz joylashtirishimiz ham mumkin. Agar joylashtirgan joy yo'q bo'ladigan bo'lsa, biz bitta joyda xato qilgan ekanmiz. Yarim soat darsi bor o'qituvchini birinchi soatini ochib bergan ekanmiz. Tasodifan shunaqa to'g'ri kelib qolgan ekan. Saidova S degan o'qituvchi. Mana Saidova S'ni birinchi soatda dars o'tadi deb biz. Lekin buni darslari yarim soatli darslar ekan. Yarim soatli darsni birinchi soatga qo'yadigan bo'lsa, unga sherik bo'lmasa, u dars albatta qolib ketadi oxirida. Shuning uchun tuzalmayapti ekan dasturimiz. Mana bunday qilib qo'yamiz endi. Oxirgi soatda o'tsin bu darsni deb qo'yamiz. 5-6 soatlarda. Keyin qayta tuzib ko'ramiz. Mana joylashdi. Bu safar hammasi 100% joylashdi aytganimdek. Demak, muammo o'zimiz tasodifiy ravishda ish vaqtini belgilaganimizda bo'lgan ekan. Yaxshilash tugmasini bossak, demak darslar 100% jadvalga joylandi deyapti. Endi sal murakkablashtirib ko'ramiz ozgina. Hop, aytaylik mana o'qituvchilar tomoniga o'tib ko'raylik. Mana o'qituvchilar tomonda. Mana Nurmatov Botir degan o'qituvchini chorshanba kuni 5 soat dars qo'yyapti dastur. Biz shu chorshanba kungi 5 soat darsini olib tashlaymiz. Qarang. Mana hammasini qizil qilamizda boshqa kunga olib ber deymiz dasturga. Qaytadan tuzib ko'ramiz. Qani tuzalarmikin? Mana demak, endi chorshanba kunga ham dars qo'ymadi. Payshanba kunga ham darslarini yig'ishtirib boshqa kunlarga olib berdi. Keyingisi Xo'p, Olimov Shavkat. Buni darslari ozligi uchun seshanba va payshanba kungi darslarini ish vaqtini o'chiramiz. Bu kunlarga dars qo'ymagan deymiz. Qaytadan tuzib ko'ramiz. Seshanba va payshanba kunlarini olib tashladi. Masalan, Nasrullayevani birinchi, ikkinchi soatini olib tashlaymiz. Birinchi soatga ham dars qo'ymagin deymiz. Ikkinchi soatga ham dars qo'ymagin deymiz. Qaytadan tuzib ko'ramiz. Birinchi, ikkinchi soatlarda olib tashladi. Darslar o'sha 3-soatdan boshlab qo'yilyapti. Endi ko'p maktablarda aytiladi, masalan, matematika darsi oxirgi soatlarga tushib qolmaslik kerak deydi. Mana bizni dars jadvalimizda olib ko'ramiz. Demak, matematika darsi oxirgi soatlarda bormi? Bo'lishi mumkin albatta. Buning uchun nima qilish kerak? Fanlar ro'yxatini ochib turib, xuddi o'sha matematikani topamiz ro'yxatdan. Mana matematika. Ish vaqtini ochamiz. 6-soatga qo'ymagin matematikani deymiz. Undan tashqari fizikani ham 6-soatga qo'ymagin deymiz. Bundan tashqari, hop, geometriya bormikan bu joyda? Bu taqsimotda algebra, geometriya kiritilmagan ekan, bitta qilib matematika deb kiritib olgan shekilli. Jismoniy tarbiya 1-soatga qo'yilmasin deymiz. Jismoniy tarbiyani ochamiz, 1-soatini qizilga bo'yaymiz. Bunda shu jismoniy tarbiyani qaysi o'qituvchi o'tishidan qat'iy nazar 1-soatga qo'ymaydi. Dars jadvalini qayta tuzib ko'ramiz hozirgi shartlar asosida. Mana dars jadvali tuzildi. Ikkita dars qolib ketdi, demak, bitta 6-B sinfda yarim soat va 11-B sinfda 1 soat. Endi avtomatik tuzish, yaxshilash tugmasini bosib ko'ramiz. O'zi harakat qilib ko'radi darslar joylashtirishga. 3-4 marta harakat qilgandan keyin oxiriga yetmasa buni to'xtatishimiz kerak. To'xtatamiz va sababini ko'ramiz. Nima bo'lyapti? Mana yarim soatli darsni demak joylay olmayapti. O'zimiz sichqoncha bilan olib borib joylab qo'yishimiz mumkin ekan. Endi yana bir tekshirib ko'ramiz. Mana darslar 100% joylandi deyapti. Endi dasturda qo'lda ishlash. Ko'p hollarda baribir dasturda qo'lda ishlashga to'g'ri keladi. Misol uchun, xo'p, aytaylik, mana kimyo darsi shu yerda turgan bo'lsin, ya'ni 1 soat dars joylashmay qolgan bo'lsin.
Buni joylash uchun sichqonchani bosganingizda shu darsni oladi mana sizni orqangizdan yuraveradi. Buni sichqonchani ezib turish shart emas. Sichqonchani shunchaki harakatlantirsangiz bo'ldi, orqangizdan ketaveradi. Yashil joylarga qo'yish mumkin. Mana bitta joyga, ikkita joyga, uchta joyga, 4-joyga, 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi va hokazo shu joylarga darsni qo'yishimiz mumkin ekan. Bu joyga qo'yganimizda shu joyda joylashgan sinfdagi darsni oladi. Va mana fizika paydo bo'ldi endi. Fizikani qo'yish mumkin bo'lgan joylarni ko'rsatib beradi. Mana shu joyga qo'yishimiz mumkin. Yoki ingliz tilini bu joydan olib boshqa joyga qo'ymoqchi bo'lsangiz, shuni tanlaganingizda o'zi ko'rsatadi. Qayerga qo'yish mumkin ingliz tilini. Bu yerga qo'yishingiz mumkin, bu joyga qo'yishingiz mumkin, bu joyga. Bosganingizda ingliz tilini qo'yadi, o'rniga ona tilini oladi. Va ona tilini qo'yish mumkin bo'lgan joyni ko'rsatadi. Xo'p, endi yana nima qilish mumkin? Demak, asosan shu dars jadvalida ishlash unaqa qiyin emas. Asosan dars taqsimoti to'g'ri bo'lishi kerak. Keyin o'qituvchilarni ish vaqtini to'g'ri belgilash kerak. Masalan, 10 soat darsi bor o'qituvchiga faqat 10 soat joyda ochib bersangiz ham dastur joylaydi, lekin hamma o'qituvchilar shunaqa qiladigan bo'lsangiz, bir-biriga kesishganda joylashtirish imkoni bo'lmay qolishi mumkin. Endi dars jadvalingiz tayyor bo'lgandan keyin eksport degan tugmani bosamiz. Mana bu joyda demak 14 xil variantda dars jadvalini chop etish mumkin. Ya'ni Excelga o'tkazib olish mumkin. Odatda bu rangli bo'lib chiqadi. Biz oq qorani bosadigan bo'lsak, mana oq qora holatda Excelga o'tkazishimiz mumkin. Qisqacha degan joydan belgini olib tashlaydigan bo'lsak, fanlarning nomi to'liq yoziladi. Chop etish tugmasini bosamiz. Bosganimizda bizda Excel ochiladi. Mana dars jadvali, tayyor dars jadvali. Bu yerda birorta okno yo'q, birorta bo'sh joy yo'q. Hammasi joyida. Bemalol chop etishingiz mumkin. Endi bu joyda boshqa variantlarni ham bemalol shunday qilib chop etish mumkin. Bu yerda juda ko'p variantlar bor. Biz endi hammasini ko'rib chiqmaymiz. Endi o'qituvchilarnikini qanday chop etamiz? O'qituvchilarnikini shu oynani o'zida tepadan o'qituvchilar dars jadvali degan joyini ochib turib, mana oq qora qilib o'qituvchilar dars jadvalini ham chop etishimiz mumkin. Xo'p, mana shu variant yaxshiroq ekan. Chop etamiz. Mana o'qituvchilar dars jadvali. Qo'liga chiqarib berishingiz mumkin buni bemalol. Bitta fanlari bilan chiqyapti ekan. Masalan, qaysi o'qituvchi qaysi sinfga qaysi fandan dars o'tadi. Agar fanlari kerak bo'lmaydigan bo'lsa, shunchaki 7-variantni tanlaymiz. O'qituvchini tanlaymiz. O'qituvchini tanlaymiz. 7-variant oq qora bo'lsin. Bo'sh joylar kerak emas deymiz. Mana Excelda kichkinagina jadvalcha. Buni qirqib o'ziga berib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, endi yana bir narsani ko'rib qo'yamiz. O'qituvchilar dars jadvalida mana bunaqa oknolar paydo bo'lib qoladigan bo'lsa, masalan, 2 smenali maktablarda baribir oknolar ko'p tushadi. Shuni maktabga ertalabdan kechgacha yurolmaydigan o'qituvchilarni zarurlarini tanlab turib, masalan, shu o'qituvchi deylik, Said va Nilufar ekan, 2 marta bosamizda darcha oknolari kam bo'lsin degan joyga belgi qo'yamiz. Bundan keyin yana birorta o'qituvchi bormi? Mana shu o'qituvchi Tojiboyev va Munisa. Buni ham darcha oknolari kam bo'lsin deymiz. Dars jadvalini qayta tuzib ko'ramiz. Tuzishdan oldin hozir. Tuzishdan oldin biz adashibmiz. Dars jadvalini tuzishdan oldin o'qituvchilarning darcha oknolarini hisobga olish degan joyga belgi qo'yamiz, keyin tuzamiz. Shunda biz belgilab bergan o'qituvchilarni oknolarini kamaytirib beradi. Mana Tojiboyev va Munisada oknolar yo'q. Ikkinchi o'qituvchimiz Said va Nilufarda mana bir dona okno qo'yapti xolos. Qolgan o'qituvchilarga e'tibor bermaydi. Qaysi o'qituvchini aytadigan bo'lsangiz, o'sha o'qituvchinikini kamaytirib beradi. Mana masalan Usmonova Hilola. Bunikini ham kamaytirib berdingiz. Keyin buni ham masalan Xoliqova Dilnavoznikini ham kamaytirib berdingiz. Tozalab tashlab dars jadvalini qayta tuzamiz.
Mana oknolar yo'q deyarli. Deyarli emas, umuman okno yo'q. Keyingi o'qituvchimni mana Olimovani esdan chiqib qoldi. Shu tartibda ishlanadi. Demak, o'qituvchilar tomonidan ham bemalol darslarni siljitib, boshqa joyga olib yurishingiz mumkin. Uni xonalarda ham joylashtirib chiqishingiz mumkin. Har bitta katayni bosganingizda, masalan, shu dushanba kuni 1-soatda nechta darsimiz bo'ladigan bo'lsa, dushanba kuni 1-soatda bizda dars umuman yo'q ekan. Sababi hamma sinfga kelajak soatini belgilab qo'yganmiz. 2-soatda bosadigan bo'lsak, mana dushanba kuni 2-soatda o'tiladigan darslarning ro'yxati. Ularni bir vositadan joylashtirib chiqishimiz mumkin. Mana birinchisi, ikkinchisini olamizda. Demak, bu xonaga qo'yamiz, bu xonaga qo'yamiz, bu xonaga qo'yamiz. Albatta bizda xonalar yetarli bo'lishi kerak buning uchun. Mana. Endi bu dars jadvalini tuzib bo'lgandan keyin xonalarni qo'yish. Siz dars jadvalini tuzayotgan paytda ham bir yo'la xonalarni hisobga olib ketishingiz mumkin. Mana avtomatik tuzayotgan paytda xonalarni hisobga olib jadval tuz deydigan bo'lsak, demak biz belgilab bergan xonalarni ham hisobga olib turib, o'shalarga bir yo'la darslarni joylashtirib ketadi. Bitta xonaga ikkita dars qo'ymaydi. Mana joylashdi. Xonalarni qo'yadigan bo'lsak, mana o'zi xonalarga ham darslar joylashtirib beryapti. Mana bitta yarim soat dars qolib ketdi xolos. Shu yarim soat darsni o'zimiz joylashtirib qo'yishimiz mumkin. Tekshirib ko'ramiz. Xo'p, demak, qaysidir sinfda muammo bor. Qaysi sinfdaligini ko'rsatmayapti, demak. Tez ishlayotgani uchun ko'rib olmay qolyapti. Demak, qaysidir bitta sinfda okno bo'lishi mumkin. Bir ko'rib chiqamiz. Birorta sinfda okno yo'q. Birorta, mana bitta dars qolib ketgan sinflar bor ekan mana. Jismoniy tarbiyani joylashtirolmayapti. Sababi mana jismoniy tarbiyani tanlagan paytimizda oq bo'lib qolyapti. Bu degani oq rang chiqib qoladigan bo'lsa, xona yo'q degani. Ya'ni jismoniy tarbiya sport zalda odatda maktablarda ikkita sinf birdaniga dars o'tishi mumkin bo'ladi. Bunaqa holatni yo'lga qo'yish uchun biz dasturda quyidagicha ish qilishimiz kerak. Xonalar ro'yxatini ochib turib, xo'p, mana sport zal. Sport zal 1, sport zal 2 va sport zal 3 deb aytaylik, birdaniga 3 ta dars o'tish mumkin bo'lsa, uchalasini kiritamiz. Undan keyin darslarda, tepada darslar degan tugmada jismoniy tarbiyani ochib olaylik-da. Mana jismoniy tarbiyada bittadan xonani qo'yib ketyapmiz xolos ekan. Shuni quyidagicha qilish kerak. Mana shu dars jismoniy sport zal 1da ham, 2da ham, 3da ham o'tilishi mumkin. Ya'ni jismoniy tarbiyani birinchi bo'lagida, ikkinchi bo'lagida, uchinchi bo'lagida, xohlagan bitta bo'lagida o'tilishi mumkin deb uchala xonani birdaniga belgilab qo'yadigan bo'lsak, shunda bizda muammo bo'lmaydi. Dars jadvali o'zi, dasturda o'zi sport zalni 3 ga bo'lib qo'yadi hisobda. Shu tartibda ishlashimiz mumkin. Keyin avtomatik tuzganimizda qaysidir darslarda jismoniy tarbiyani birinchi qismiga, qaysidir darslarda ikkinchi qismiga, qaysidir darslarda uchinchi qismiga joylashtirib beradi. Men endi hozir hammasini bittadan qilib chiqadigan bo'lsam, vaqt ketib qolar ekan. Lekin ma'nosi shunaqa bo'ladi, mazmuni. Shu tartibda ish qilinadi. Xo'p, endi bizning dasturda yangiliklar, demak, dasturda 33 ta til qo'shilgan. Ya'ni siz agarda o'zbekchadan ko'ra, masalan, turkchani yaxshi biladigan bo'lsangiz, bemalol turkchadan foydalanishingiz mumkin, yoki ruscha yoki ukraincha va hokazo. Undan tashqari dasturda interfeyslar, juda ham ko'p interfeyslar bor. Har xil ranglarda, har xil o'zingizga ma'qul keladigan, masalan, kechqurun ishlayotgan bo'lsangiz, qora rangga o'tib olishingiz mumkin. Undan tashqari darslarda ranglari yoqmaydigan bo'lsa, mana uni bosadigan bo'lsangiz, boshqa ranglarga o'girib beradi. Bu hech narsani o'zgartirmaydi, ya'ni sizning darslaringiz o'chib ketdi degani emas, hammasi joy-joyida turibdi. Demak, dasturda ishlash haqida qisqacha shu. Menimcha qiyin emas. Bitta maktabda dars jadvalini tuzish uchun
Aytaylik, sizni dars taqsimotingiz tayyorlangan bo'lsa, ya'ni dars taqsimoti tayyorlash Excel'da qancha vaqt olishi, u masalan 1 soat vaqt olar, 2 soat vaqt olar, u boshqa masala. Lekin sizda tayyor bo'ladigan bo'lsa, uni yuklab turib dars jadvalini tuzib olishga yarim soatdan vaqt ketmaydi. Mana bizni videomiz boshlanganiga hozir 25 minut vaqt bo'lyapti. Biz bitta maktabda dars jadvalini har xil qilib 3-4 marta o'zgartirib ko'ryapmiz. O'zi aslida o'qituvchilarni ish vaqtini kelmaydigan ish vaqtlarini belgilaysizda, avtomatik tuzishni bosasiz. Undan keyin agar qolib ketgan bo'lsa, bitta yarimta darsni joylab qo'yasiz. Shu bilan ish tamom. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.